Bu eng arzon marketing, lekin ko'pchilik qilmaydi. Bu nima degani? Bu nima degani o'rtoqlar? Ushlab qolish deylar. Keyin tushunganlaring yozasizlar. Men tushuntirib beraman. Ketdik. Ushlab qolish deylar, boshqa yozmanglar, sahnaga qaranglar. Men tushuntirib olay, keyin yozamiz. Ketdik, qaranglar. Klient keldi, sotib oldi. Klient keldi, sotib oldi. Bu hammada bor. Klient keldi, sotib oldi. Klient ketdi, tamom bo'ldi. Bu xato. Boshqatdan. Klient keldi, sotib oldi, klient ketdi, tamom. Bu xato. Bu sistema xato. Nima qilishimiz kerak? Toyota klientni qayta olib keladi. Qaranglar, ular marketingga ham zo'r ishlab berar ekan. Qayta olib kelar ekan. Qandoq qilish kerak? Bitta klient keladi, qayta yana keladi, do'stini olib keladi, do'stini olib keladi. Sipochka ketdi. Agar bitta klient kelib sotib olib to'xtadimi, bu sizlarda bir umr targetga o'tirib qolganlaringni bildiradi. Agar u klientni rozi qilsalaring, u qayta kelaveradi, o'zini ham, do'stini ham, enasini ham, qarindoshini ham olib keladi. Bizning maqsadimiz повторni kelishi, bir marta kelishiga emas. Endi nimaga bitta klient kelmayapti deydigan bo'lsak, demak sizda faqat yangi klient uchun ma'lumot chiqarilyapti. Bitta kelsa, boshqa kelmasa bu xato. Klient bir marta kelsa, boshqa kelmasa bu xato. Assalomu alaykum do'stlar. Ustoz mana hozir 150 tadan ortiq odamga dars beryaptilar. Bu yerda bezovta qilmaymiz. Xo'p, keladigan bo'lsak, real natijalar, xo'p, klient oqimini oshirish birinchi darsligimiz bo'ladi. Biz o'qidik, salkam hozir 7 ta bola kelgan bo'lsa, hozir ichkarida salkam 150 tadan ortiq odam har xil joylardan kelgan. Tojikistondan, Qirg'izistondan, Qoraqalpog'iston Respublikasidan juda ko'pchilik anchagina ma'lumot oldi. Biz bloger bo'lib turib ko'p narsani tushundik, o'zimizga ishimizni rivojlantirish. Bundan tashqari biznesi bolalarga ham ko'p narsalar o'rgatib berildi. Hozir endi bu yerda akalarimizni fikrini olamiz. Mana o'zimizni komanda deylik, bu yerda Abdumalik aka, nimani tushundingiz aka? Daromadni oshirishda asosiysi hammaga kerak pul boshqarishda. Pul boshqarish. Ko'pchilik bilmaydigan narsa o'shalar. Pul boshqarishda. Xo'p. Ahadjon aka, bugungi darsdan o'zingizga nima oldingiz aka? Mana o'zim sotuv. Ustoz bandlar, shuning uchun ustozdan so'ramaymiz. Xo'p, ba'da mana akalarimizdan so'raymiz. Assalomu alaykum. Uzr aka, bezovta qildik, gaplashdik. Qayerdan keldilar aka? Tojikistondan. Xo'p, dars yoqdimi aka? Dars ajoyib, kerakli narsalarni o'zlashtiryapmiz, boshqa qilyapmiz. Demak, hozir bu yerda o'zingizga kerakligini yozib oldingiz. Endi amaliy bo'ladi, sinovdan o'tkaziladi. Общий 8 ta dars bo'ladi. O'sha 8 ta darsda qatnashasizmi yo shu bittasi o'zi bo'ldimi? Xudo xolasa hammasi aktiv bo'lamiz. Xudo xolasa hammasi aktiv bo'ladi. Qanaqa biznes egasisiz? Bizniki endi savdo-sotiq supermarketimiz bor, Ha, demak. street magazinimiz bor. Xodimlar bilan ishlashga ham kerak ekanda endi shu soha Hammasi bo'yicha. kerak. Shu bironta bir bekeragini topolmadim-da. Demak, kerakli ma'lumotlar. Assalomu alaykum, Baxtiyor aka, kimsiz? Charchamasdan. Baxtiyor aka, siz qanaqa narsa oldingiz o'zingizga? Mana shu biznesimizni kuchaytirish, xalq bilan tanishyapman, reklamalarni kuchaytirishni o'rganyapman. O'zbegim uylari desa chiqaveradi, ko'pchilik biladi. Toshkentda qanaqa uy oldi sotdilar bo'lsa, Baxtiyor akam o'zlari chiroyli holatda qo'yadi. Pulsiz tekinga domla olishmoqchi Ha, demak yo'li bor. Shu To'rayev bilan ishlayman men. 60 oyga bosh to'lovsiz uy joylar olib beraman. Qurayotgan odamni o'zi 10% chegirma qilyapti, men orqali olsanglar 13% chegirma. Demak, siz ham bu yerga keldingiz, shu o'rganib turib ijtimoiy tarmog'ingizga yo'naltiryapsiz. Shu olingan bilimni shu holatda bo'lyapti. Xo'p, endi mana bu tomonda ham akalardan so'raymiz aka, qisqacha assalomu alaykum. Zo'r bezovta qildik aka. Charchamasdan, kimsiz? Qayerdan kelgan aka? O'sh Qirg'izistondan. Ha, Qirg'izistondan. Xo'p, aka, qanaqa biznesimiz bor? Bizga ishlab chiqarish. Ishlab chiqarish, aha. Koreys Yapolovga lesa ishlab chiqaramiz. Ha, lesa. Qurilishda 90% xonadonda ishlaydigan narsa. Ko'pchilik taxtadan voz chekdi. Endi shunaqa apalavkalarga o'tyapti, to'g'rimi? Uni umri uzoqroq bo'ladi endi. Albatta shunday. Endi hozir nima uchun keldingiz bu yerga? O'sha sotuvni rivojlantirish yo xodimlar bilan boshqarish bo'yichami?
Albatta sotuvlarni oshirish, xodimlarni boshqarish, o'zimizni ham shaxsiy rivojlanish bo'yicha ham bilim olib, shunga qarab harakat qilaylik. Harakat qilinadi. Xo'p, aka bo'lmasam, nima deydi? Tavsiya qilasizmi o'zi kelishlikni? Albatta tavsiya qilamiz. Hozir bu birinchi dars. Bugun birinchi dars, lekin meni 6-marta kelishim. Ha, demak 6-marta. Undan oldin ham kelgansiz. Bir yildan beri Ha, 1 yildan beri qatnaysiz. Zo'r. Xo'p, bo'lmasam biz qaranglar, ichkaridan hozir yana bitta kadrlar qo'shib o'tamiz. Undan tashqari Ilhom akam o'zlarini YouTube kanalidan qoldiraman. To'liqroq videolarda darsliklar berib o'tganlar. Nasib bo'lsa, keyin keladigan bo'lsak, keyin safarga ham sizlar to'liqroq ma'lumotlar olib o'tamiz.